Abu Dardo roziyallohu anhu so'zi. Quloqing bilan tilingga insof qil degan ekan. Alloh taolo senga ikkita quloq berdi, ko'proq eshit, ozroq gapir degan ekan bunday deydi. Do'zaxiylarga aytadi-da, sizlarga payg'ambar kelmadimi deydi. Mulk surasida keldi. Shu eshitmabmiz-da biz, shularga quloq solmabmiz. Biz eshitganimizda qani edi. Yo bir aql yutganimizda biz do'zaxiy bo'lmardik. Shuning uchun ko'proq eshitishimiz kerak. Shuni olimlar bunday deganda, farzand tarbiyasidagi muhim qoida ham shu degan. Eshitmaydi ko'pchilik bolasini. Bo'ldi qilchi deydi bir bo'ladi. Quloqni ne'mati ham aytib o'tsam, onani qornida ham ishlaydi bu jonivor. O'lgandan keyin ham ishlaydi. O'lgandan keyin bilasizlar, oyog'ida oshni eshitadi degan. 7 qadamdan keyin oshni eshitadi-da. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga 70 ta kofir tashlaverdi-yu, quduqqa. Endi ishondinglar men haqligimga dedi, ya Rasululloh, sizni eshitdan bular dedi Umar. Zo'r eshityapti hozir. O'ldi hammasi, quduqda yotibdi o'ligi. Hozir zo'r eshityapti meni bular degan. Demak, o'lgandan keyin quloq ishlaydi ekan. Tiriklikda ham, masalan, ko'zingizni yuming desam yum olasiz. Nafas olmang desam to'xtab turasiz. Eshitmang. Iloji yo'q. Alloh taolo shunday ochiq qilib qo'ydiki, uxlayotgan odam ham o'g'arib ketadi-da.